Qizim, sen shu o'tirib turgan hopla magazinga borib narsa olib kelaman. Xo'p, otajon. Keyin afsuslanib qolmaysizmi? Shunda shirin qizni tashlab ketayotganingizga? Hech qachon afsuslanmayman. O'sha bu 6-chi qizim. Xotinim har tug'ganda qiz tug'adi. Menga kerak emas bunaqa qiz. Hal qilamiz, xudo xolasa uni. Assalomu alaykum, amaga. Va alaykum assalom qizim. Amaga, odamni ko'rmadingizmi? Yo'q qizim, adangni ko'rmadim. Munisa qizim, bu yerda nima qiz? Kel. Qizim, nimaga xomishsiz? Adam kelaman deb bugun ham kelmadilar. Aldab tashlab ketdilar. Qizim, meni kechir. Nima kechirim so'raysiz? Siz mani adam emassiz-ku. To'g'ri qizim, seni adang emasdirman. Lekin seni adangga o'xshagan nomardlar biz erkaklar nomiga dog' tushiryapti. Men butun erkaklar nomidan qizim sendan kechirim so'rayman. 4 ta o'g'lim bor. Qiz farzandimiz yo'q. Men shu qizga mehrim tushib qoldi. O'zim familiyamni bermoqchiman. Menga rasmiylashtirib bering. Xo'p, sizdagi otalar ko'paysin.